Salom do'stlar. Travertin uchun life hack. Ana ko'pchilik laklayotganda shuni laklab tashlayveradi. Aslida butchani mana bunday qilib skotch yopishtirib, keyin laklash kerak mana. O'shanda bu yoqdagi lak u yoqqa chiqib ketish holati bo'lmaydi. Rang ikki xil bo'lib qoldi, boshqa bo'lib qoldi bo'lmaydi. Laklash eng kaprizni ish bo'ladi travertinda. Ana. Burchakka обязательно skotch yopishtirib olinglar. Keyin bu yon nima qilayotganini bu yoqqa yopishtirib olasizlar. Shunda lak u yoqqa oqib chiqmaydi. Har xil bo'lib qolmaydi mana ekan. Laklab ketaverasizlar. Keyin quyoshda qilinglar lakka. Quyoshda qilsanglar yaxshi bo'ladi. Salqinda qilmanglar, quyosh tushib turgan holatda issiqda qilinglar. Shunda lakinglar zo'r chiqadi, yaltirashi mo'shniy bo'ladi.